Bismillahirrohmanirrohim. Akalar, 2025-yil 8-aprel seshanba kungi Hollandiya Cho'jamol bozoridamiz. Xo'p, akalar, bo'g'ozlar qatorida video sevgan boshlaymiz. O rossiyskiy bilan sement tachishgan shekilli, rossiyskiy mol bilan sement tachishgani. Akalar, oylari necha oydan edi bularning oylari? Shep 3 oydanmidi? 4 oy 3 oy, ha? Pullari necha puldan? 28 kami bor. Usti ham bor hozir, ha? Aka, bozor qancha qildi so'ramasa? Necha puldan qildi bozor? 22 dan bermayapsizlarmi? 22 milliondan bo'lmayapti, chupi. Semental bilan rossiyskiy bor sotishga shekilli. Rossiyskiyni o'zimi? Chorva foyda. Akalar, chorva foyda kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Chiqaramiz mollarni mana. Rossiyskiy mollar mana shu yerda mana. Rossiyskiy oqshoqlar mashlar mana. Oqshoq degan mollar mashlar mana. Akalar, 4 oy 3 oydan bo'g'oz 28 dan kami bor, 22 dan berilmayapti. Akalar, telefon nomer qo'yaylik. 93lik 255 1168. Uyda yana bormi javob bulardan? Aloqaga chiqinglar, uyda yana bor ekan fermada. Bemalol nima qilaveradi? Telefon qilaverasizlar. Faqat 8 dan keyin bizda qilmaydi, yosh katta hoji bo'lib ekan. Aka, bozoringizni bersin. Aka, bu necha oylik bo'g'oz? 5 million to'g'ri aka. Yaqin bo'g'oz. Ha. Oy kirgan bo'g'oz. Yangi blogeru. Aka, indamang. Yangi bloger qilar. Yashayni qo'ying. Necha tuqqan aka bu mol? Ikkinchisi shu. Ikkinchisiga bo'g'oz 10 kunga uzoq bilan tug'adi. Puli necha pul? Puli. Kami bor. 30 kami bor deng, orzuroq aytaylik. 30 kami bor. 30 million kami bor obunachilarga. Xo'p, bo'ldi. Bo'ldi aka, mana shu kamiz mana ushlab turgan. Mana ikkita mol ushlab turibdi. Bittasi sataroq, lekin bittasi zo'r ekan, bittasi. Mana. Xo'p. 30 million kami bor, qanchaga bordi bu mol? To'g'ri, olib qo'ysin. Ha. 24 ga bermayapsiz. Telefon nomer 50lik 111 94 79 ga aloqaga chiqarasizlar. Mana ukamiz o'zi sotaverar ekan. Qani? Ketdi. Qani. Qaylari juda go'zal ekan akalar mollar. Aloqaga chiqinglar. Olinglar molni, yaxshi mol ekan. Xo'p. Xo'p, akalar. Qanaqa mol kerak bo'lsa yozinglar, akalar, yozinglar. Nimaga? Kommentariya yozinglar. Manaqa mollar ko'ratinglar, ko'rsatamiz. Xo'p. Aka, bu necha oylik bo'g'oz? 7 oymi? Voh, 7 oylik sifatli mol boqaman degan odam bormi? 7 oylik bo'g'oz. Usti bormi yo'qmi aka? Usti yo'q. Puli 18 million kami bor. Necha tuqqan bu mol? Qonda 3 dehqonchilik. Qonda 3-chi bolasi, kashab turibdi, sog'lomligi yaxshi, bellari keng, yerinlari juda chiroyli. Xo'p. Chandirlari yaxshi. Aka, buni qancha qildi bozor? So'ramasa. 14 ga bermayapsiz. Narxi, telefon nomeri ayting. 91lik 110 40 20 mi? 40 ga 20 ekan-da. Omaziga bozoringizni bersin aka. Va aka, 10 necha oylik bo'g'oz aka? 10 necha oylik? 6 oylik bo'g'oz, Qashqa. Qashqa. 6 oylik bo'g'oz, Qashqa 10 ga necha million aytyapmiz? Kim aytdi o'ynishdim? Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi?
13 ga oldim. Tezda qidirdingiz. 13 ga oldim mashina o'ziga qolaverdi. Akalar, gapinglar buning telefon nomerini ayting, narxini aytyapman, narxini. 20 kam bor. Yo'q, orderroq ayting obunachilarimizga. 19 obunachilar. 18 kami bor. 18 kam. Bo'ldi, 18 dan kami bor. Mana akalar, kamini qilib beradi. Aytilayotgan narx muhim emas akalarimizga. Xo'p, telefon nomer 88lik 998 5696 ga telefon qilinglar. 998 5696. Pachka varianti o'najin, o'ta go'zal. Bom oladigan xaridor. Mana mol akalar, sifat. Xo'p. Yana qaysi molni olaylik? Kattaroq molni olaylikmi? Akalar, xormalar bu shvet necha oylik bo'g'oz? 2 oylik bo'g'oz. Qancha suti bor? 12 litr. 12 litr suti bor. Voh. Xo'p, puli. 28 million. Yengilroq ayting obunachilarimizga. 26 million 200 ga bermayapti. 26 bilan 200 bermayapsiz. Oh. Suti oqib turibdi, buni suti oq quloq, oq turib, toza shvet bu, ha? 26 bilan 200 ga berilmayapti. 2 oylik aniq bo'g'oz sutlari bor. 10 litrga beraver garantasini. Bo'yi puri 40 ustida buni, ha? 40 dan baland-a? Bo'yi puri 40 dan baland akalar. Puri 40 dan baland shvet. Aka telefon nomer qo'yaylik. 94lik 065 12 75 mi? 71 065 12 71. Bo'ldi aka. Ola to'rasizki parodami bu nima bu? Bu kalla, egasini ham oling. Egasi, yaxshi bola. Egasizni olaman. Assalomu alaykum. Olaveramiz. Sizni ham olib ko'raman aka. Xo'p, yo'q, gapiring, molni ma'lumotini ayting. Yo'q, yaqin ayting, unaqa uzoq aytmang. Uzoq obunachilar xafa bo'lib qoladi, to'g'rimi? 16 qilishyapti. Yo'q, qilganini aytmang. 17 kami bor deylik. 18 kam. 17 yarim kami bor. Bo'ldi, 17 yarim kami bor. 8 oylik bo'g'oz. Ikkinchisi tug'adi. Ikkinchisi tug'adi. Telefon nomer. Telefon nomer yo'q, Telefon nomeri bo'lmaydi bunga. 97lik 336 3430. Akalar telefon qilinglar, bu akalardan mol doim bo'ladi. Bu akalar sababi bor, mahallani kushandasida, mahallada mol terib oladi. Arzon oladi, arzon sotadi. Bozorlarini bersin. Aka kelsin. Chorva foyda kanaliga obuna bo'lamiz. Chorva foyda. Chorva foyda. Makoni foyda-yu bulardi. Mollar sotvorsa, Mollar ketdi. yurgizelim. Bo'ldi, hozir. 500 video qilib qo'ying. Mana shu o'nasi savdo bo'lyapti-ku akalar. Akalar, savdo bo'lyaptimi? Savdo qilmayapti, necha oylik bo'g'oz? 7 oylik bo'g'oz. Birinchi bo'g'ozmi? Mana. Tog'a, birinchigami? Necha pul deyapsiz? 18 kam. Yo'q, yaqinroq ayting jon tog'a. Telefon qilib olishadi, sizdan buni obuna ochamiz. Yaqin ayting. Yo'q, har dar bor hozir. Yo'q, bo'pti, mayli. Video qilib qo'ying. 17 kami bor deylik. Har dar turib sotamiz. Sotorasizmi? Qancha qilyapti? 15 millionga bermayapti-kan. Xo'sh, sotaman deyapti, telefon nomeringiz kelmadi akalar. Tog'amiz telefon nomeringiz kelmadi. 15 ga bermayapti-kan. O'najin, birinchi tug'ma. Xo'p, keyingisi Olato'g. Kanalimiz bor aka. Chorva foyda. Qiziq turamiz, ko'p ko'ramiz. Chorva foydaga obuna bo'lib qo'yinglar aka. Endi ochildi. Xudo hozir yurgizamiz. Chorva foyda. Ola paroda. Olatov kimdan Olatov? Aka, o'rmang, necha oylik bo'g'oz? 7 oy. 7 oylik bo'g'oz. O'naja birinchisiga puli 18 deyam. qanchaga bordi akasi olmasa? 15,5 millionga bermayapsiz. Telefon nomeri ayting, kuragi yo'q ekan hali? Yo'q. Kuragi yo'q, bo'zak. Telefon nomer 90. 623 623 0920 ga telefon qilinglar. Akalarimizda bunaqa moldan ko'p, 90 kodi bilan. Aka, bozoringizni bersin. Necha oylik dedingiz? 7 oylik bo'g'oz. Ko'chat. Chiroyli narsa ekan, kela mana. Yana nima kerak? Yana nima kerak? Voh. O'xtalar. Qiza savdo olamiz, videoga olamiz.
Berasiz, nima bermaysiz? Berasiz. Aka, menga qarang, ma'lumot bering, bitta mashina to'g'risida. Assalomu alaykum. 16 million 400 ming qilishyapti. 16 million 400 ming qilyapti. Necha oylik bo'g'oz bu? 6 oyga bor. 6 oyga borgan. Qanchaga bermoqchi bo'lyapsizlar, eshitdik. 16 million 400 bo'lyapti. 16 million 400 o'zimizniki deyapti. 16,5 millionga olinglar tavakkal aka. 100 ming so'm o'ldirmaysiz. Qo'yini endi 100 To'xtang bo'lmasa 50 ming narsa qilasizlar. Tamom. Xulosa so'rang aka. Narsa yarashmaydi. Do'ston aka, aytib qo'ydi 16,5 million. Do'ston aka, bitta joyda Lazi harom bo'ldi. Baraka bo'ldi. Baraka. O'tirmayapti baraka. ayriga qo'yib beray. Baraka bo'ldi. Baraka. Ayriga qo'yib bering. Baraka. Bo'ldi baraka. So'mding baraka qiling. Aka 50 ming so'm tashlab. Unamayapti, unamayapti. Bo'ldi shen. Shen. Rozimiz aytgan bor baraka, olib chiqing. Bo'ldi. 50 million mal qiymat olmaydi, oling bo'ldi. 16 yilga baraka. Ishni buzib qo'yishmasin, bor baraka. U yarashmaydi sizga. O'zingizga o'xshang. Undan minmatda o'tkazib beramiz, gapda eshitding, unamayapti. Oling marhamatdan ekansiz. Bo'ldi baraka. Joydamiz deyapman. Men ham marhamatdaman, degan o'yinga o'xshayapsiz. Shen qo'limda. Aka, baraka topsin mollar. Bo'ldi, bor baraka. Endi aytib qo'ygan uchun lazi harom bo'lmasin deb. Bo'ldi, lazi harom millionga ma'qul kelsa oling. Bo'ldi, bor baraka, xudo olib chiqing. Bo'ldi, olib chiqing. Ha, necha to'laverasiz? Olib chiqing, bo'ldi. Bor baraka, 16,5 millionga baraka bo'ldi mana, olib chiqing. Ayriga qo'yib berasiz. Bo'ldi, yana xayri bor. Kamoniga yana berib qo'yamiz aka, yana xayrini qilib bering-da. O'tinchi mepti ko'rchi? To'rtta bor. Ishi yo'q ekan, go'zal ekan bu. Bo'ldi, olgan odam bir baraka topadi bu moldan. Olib chiqinglar, ko'ratinglar, baraka mol. Bo'ldi. Molni xonda bolasi bor ekanlar. 5 oyda o'tgan. Ko'rat olinglar qaro. Kim olgan bo'lsa ko'rat olaversin. Ko'rat olaversin, lekin molda 5 oyda o'tgan aniq. 100% 5 oyda o'tgan. Akalar, mol 16 million 500 mingga baraka bo'ldi. Mana mol. Nima bo'ldi? Baraka bo'ldi, olib chiqasizlarmi? Olib chiqinglar, ko'rat olinglar. Olib boring, bo'g'oz. Bo'ldi, yaxshi gap to'ppa-to'g'ri olib chiqinglar. 16,5 million so'm mana. Ko'chat. Mol ana bo'g'oz u. Bitta mana kichkintoydan olib qo'yaman endi. Kichkinasi oxirida bitta. Xo'p. 7 oylik bo'g'oz. Birinchi tug'ish xonajin, kuragi yo'q. 7 oy emas, bu 8 oy-a? 8 oydan o'tgan. 8 oydan o'tgan ekan, adashib ketdim. 8 oylik bo'g'oz deylik. Yerga yaqin sifat mol kerakmi? Sifat, yerga yaqin sifat. Aka, narxini ayting. Hoji baba, narxini ayting. Narx 18 kam bor. 18 kami bor. Qo'lni bering. 14 millionga o'zim oldim molingizni. Bo'ladimi 14 ga? Bo'lsa bering 14 ga. Berasizmi? Telefon nomerini ayting bo'lmasa. 14 ga bo'lsa o'zim oldim, tavakkal. 91 lik. 612 18 05. 14 millionga o'zimga bermadi. Telefon qilib harakat qilib ko'rasizlar. Sotmagan bo'lsa beradi. Mol katta mol emas, lekin o'ta sifat ekan, to'g'ri, yerga yaqingina mol ekan. Xullas akalar, videoni yakunlaymiz, tirikchilik qilamiz endi, jichcha bilan mol sotaylik endi. Sog' bo'linglar, obuna bo'lib, qanaqa mol kerakligini aytsanglar, video qilib berishga harakat qilamiz akalar. Sog' bo'linglar. Hammani umriga, rizqiga Alloh barakasini bersin. Uyida chorva ko'paysin, kami bo'lmasin, g'ami bo'lmasin. Sog' bo'lasizlar.